Moskvadagi baquvvat akalarimiz bormi? Mana 4 kishi mana shuni 1 soatda beradigan akalarimiz bormi? Mana shunga 4 kishi 1 soatda berganga 30 ming yutib qo'yib yubordim mana. Naq sirazi sanaladi. Iso akamiz baquvvat patishilari bittadan like turib kommentariyalarni yozib kelaverasizlar mana. 30 minut ichida ушул шашлыкты kim жеберген болсо 30 миң сом акчаны алып кетерсиздер. Смело, бекер болот. 大家好，我叫贺里别克，欢迎光临到阿赖餐厅吃个饭。 Ар дайым ынтымакта бололук досум, а? Молодец. İnşallah. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Группалар менен таратып коюңуздар. Биз бүгүн мынакей Волгоградск проспекттеги Алай лагманына атайын жардамага келип калдык. Бул жерге эгер эсиңиздерде болсо, ушул Кыргызбай YouTube каналын жаңыдан баштаганда Бабыр досум ушул жерден чакан самсакана ачып, ушул жерден баштаганда эсиңиздерде болсочу, 2 жыл мурда самсакананы реклама кылганда ачыгында вообще катуу просмотр алганда bir 500 bir nese ming просмотр алган ачыгычы. Элдер аябай көп келип жеп кеткен, көзү самсалары бар эле, bir 5-6 кыл самсалар бар эле ачыгычы. Ошол досум келип ушул жерде администратор болуп иштеп атыптыр. Атайын досум, реклама тартайлык, bir өзгөчө тартайлык идея көп дедиле. Мынакей баштадык. Анда эмесе сөздү досума берейин. Бабыр, ассаламу алейкум. Кысымбы? Иштериң жакшыбы? Иштеп атасыңбы? Рахмат. Сен молодец. 2 жыл болуптур, көрүшпөгөнүзгө ма? İş sıkıltasın be. Rahmat, Allohga shukr. İdeya kuchli ekan biroq. Seriozna. O'zbekistondan energiyani olib keldik, xudo xolasa. Hatto esadim biroq, ha? 2 yil yo'q O'zbekistonda bo'ldik, xudo xolasa. Bizda o'ta ko'p ko'radi. Xudo xolasa. Hammasi tanish o'zi Sakami kanalidagilar, hammasi aka ko'p ketgan. Sen-chi, вообще qattiq bo'ldi. Inshaalloh mana shu videomizni ham portlatamiz. Abdushi boshqacha chotki ideyalar bor. Video dorasida ko'rib o'tib ketasizlar. Ova. Xudo xolasa. Туғандар, бұл видеоны тажик туғандардан көрсін, өзбек туғандардан көрсін, қазақ туғандардан көрсін, қырғыз бездүклерден көрсін, максимальный ушундай таратайлык вирустай тарасын. Ар дайым бекемдигибиз, ынтымагыбыз ыдырабастан, ар дайым ынтымакта бололук досум, а? Иншаллах. Баштадык анда. Башладык. Чекеден көргөзүп бересиздер. Bo'ldi mana. 24 soat иштеп атасыңарбы? Ma'lum aytdim, olib qo'yaylik. Maytda oldin alaylarman yozuv bor edi. Hozir 9-mayga oldirib qo'ydi. 9-mayga chet nima bor ekan? Proverka bormi? Proverka yo'q. Proverkani oldindan bizga xabar qilishadi. Proverka bor deb aytishadi. O'shani biz oldindan yopib qo'yamiz o'zimiz 1 soat, yarim soatga. Qo'rqmasdan bez proverka xudo xolasa ketaverasizlar. Biz kelishib olganmiz, tog'alar bilan kelishib olingan. Tinchlik bo'lsin. Ha, tinchlik bo'ladi xudo xolasa. Mana shu alaylarman yoziladi xudo xolasa. Olib qo'yinglar. 9-maydan keyin yoziladi. Ketdik, ichkariga kiramiz aka. Bismillahirrahmanirrahim. Qo'l polni juvib degende ушул жерден кире бересиздер экенген. Мына көргөзөлүк бир катардан Ko'rsating aka mana. сусундуктар эми өзүбүздүн ата мекенде сусундуктарды алып келип коюптур мына. Адегенде дагы бар экен, легендабы мына. Сусундуктар бар. Мына курут, эзме куруттарды, жармалардан чындыгында аябай жакшы жасалат чындыгындачы. Ушундан дагы ичип туруңуздар. Ичкендер даам боюнча жазып коюңуздар. Кычкыл тектиги дагы бардыгы жетиштүү да чындап. Мага жакты. Ушул чайхана туганда. Чайхана. Ушул чайхана канчадан батат мына отурган жерге? 50 ta odam botadi. 50 tadan ko'p. Kabinkalarimiz ham bor, o'zlaring ko'rasizlar. 4-5 kabina var ha senda? 5 ta kabina. 5 kabina var ha. Zakazna tamoqlar bor. Zakasini hammasi bor. Osh bor, uyg'urlarmani aytib o'tib ketdi akamiz ham. 10 xil uyg'urlarmanimiz bor va shashliklarni ham oling. Mana shu hamma shashligimiz bor. Yana bir ikkita qo'shiladi, xudo xohlasa. Chotki bo'lgan bag'i ham. Жақсы. Bir қатардан көргөзөлүк 2 адам болуп келсе дагы мына ушул сөрүлөрдө, тапчандарда отуруп, жыргап кетсе болот негизичи. Мына
Lagmandары жақсы. Lagmandары шындығында өте күшті поварлар екен. Рецепт дагы, специя дагы ошол атайын келеби дейм да нарактан, а? Uyg'urda o'zi Uyg'ur akamiz qiladi. Xitoydan kelgan. Xitoydan o'rganib kelgan aka. Bir қатар көргөзөлүк анда. Азыр сиздерге жана видеонун башында айткан аштардан толук сиздерге шарттарын айтып өтүп кетебиз. Жүр досум, көргөзөлүк. Ар бир столго бир 4-төн 5тен адам отурат, кеңириче. Ашты бул жака алып коюп тур, а? Мына. Шеф, көргөзүп коелу мына. Мына ушул аш. Бул ашты 4 адам 4 odam 1 soatda yeb bitirsa 30 ming. Cho'ng ekan bro, mына. 30 ming prezimiz bor. Mına. Ya cho'ng emas, qo'rqitmang, cho'ng emas, kichkina. 4 kishi yevoradi, men o'zi bilaman, baquvvat bo'ladi. Sakan patishilari. Здоровый адамдар kelib sinab ko'rish kerak ekan mına. Kichkina odamlar ham sinab ko'rsa yevoradigan katta oshpaz, siz patishchilar, baquvvat, hammasi. Егер жей қалса десең де жейм деп келіп тұрып ше, ошо 30 миң приз алам деп жей қалса, мынча жесем, жарым жесе да, қандай болады анда? Жей қалса, мен hozir bitta narsani ko'rsataman. Vaqt keling aka, kamerani olib keling. Qancha so'm berib ketadi deganim? Егер жей қалса. Mana hammasiga 8 ming bo'ladi. Полный. Polniga 8 ming. Қаласа sabay olib ketsin. Xohlasa saboy olib ketsin. Bir kola, bir sultan çay, bir kurut var ekan, iki şakarap var ekan, iki vaq, iki süzme, iki nan, iki çay. 2 choy. Juv ekan barda, juv. Yutuqda mana shu tovoqdagi narsa tugasa bo'ldi. Mana ular qolib ketsa ham nima bo'lmaydi. Mana shu lagandagi tugash kerak. 1 soat qarab turasыңlar, полный. 1 soat qarab turamiz, xudo xolasa. Шашлыктардагы ошондой, жарым саат аныкы. Жарым soat. Bir adam жейиш керек. Bir odam yeyish kerak. 12 күнлүк кебап. Өтө Bag'at chotki bo'ladi, hozir. Өрттөйсүң го сен Инстаграмдан чыга бул видеолор. Inshaalloh. Мына бул жагы эми прозрачный туугандар, ушул жакта жасалган тамактар полный көрүнүп турат мына. Лагман ушул жасап берет агабызчы. Кабиналардан bir көргөзөлүк ана. Kabinalardan ham ko'ring bitta. Mana katta kabinamiz aka. Namoz o'qigan sharoitlar bor. Bemalol namozlarni o'qib. Qanchadan batat endi? Bunga 15-20 ta odam bemalol sig'sa kerak menimcha. 15-20 adam kengiri batat. Mana bunga 10-12 ta odam bemalol botadi. Muna oshlarda, shashliqlar shu yerda jeb o'tirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Tug'ilgan kun hamma narsa qilsa bo'ladi. Faqat ichkilikdan tashqari. Ichkilik запрещен, ha? Spirtdan tashqari 5 ta kabinamiz bor. Kabinani xudo xolasa zakaz qilib qo'yasizlar, nomer aytamiz telefonda. Kabinalar cho'ng ekan. Bul jog'ichi. Bu joqda bir 10 odamday bo'lat ekan, ha? 10 kengiri. Ушундай туугандар. Kabinalar ушундай. Keyin oilaviy kelganlarga, ayollar bilan kelganlarga tapchanlarda o pardalarimiz bor, to'sib olib hech kim ko'rmaydigan, addinda o'tirsa bo'ladi. Zakritirag'am? Ha, zakritir. Hech kim ko'rmaydi. Pardani tushirib olishadi, oilaviy kelganlar o'tiraveradi. Bir байқаңыздар туугандар. Мурдакин ушул жерде тамактардан жеп жүргөндөр, лагмандардан жеп жүргөндөр bir катар комментарий күтүп калам. Реальный болсун, бардыгын жазып бериңиздер. Эми полный ашканаларды өзүң көргөзүп чык. Ичкериге чейинчи. Bo'ldi, ichkariga. Казандардан өтө көп экен. Очоктор башкаларчы. Bu yerda bitta to'y qilmaganmiz xolos, to'y ham qilamiz xudo xolasa. Qolgan hamma narsa Ehsonlarni o'tkazsa bo'ladimi? Banketda javob turib misol. O'zi qozonlar ko'rib o'zi bilishadi. Boshqa. Bo'ladi. Albatta hamma narsa qilsa bo'ladi. Sho'rva qilgani hamma qozonlarimiz bor, chotki qilingan sharoit. Ichkariga kirib hozir ko'rasizlar hammasini. Akalar, mana qozonlarimizni ham ko'ryapsizlar. Ko'p. Bu oyatda 2 ta qo'y sig'ib ketadigan qozonimiz ham bor. Bemalol qilib sho'rva qilib, ehsonlarni o'tkazib, chotki qilib ketsalar ham bo'ladi. Bularda osh damlanadi, sho'rva, har xil ovqatlar qilinaveradi. Mana. Biz eskidan sokamga kuxnamizni ko'rsatib kelganmiz, ko'rsatishga qo'rqmaymiz, xudo xolasa. Ramazan agazdım мына шагирди Акылбек агаз атайын Үрүмчүдөн Кытайдан келип ушул жерде иштеп атыптыр да, бирок чындыгында ачылгандан бери лагмандардын мындай эч кандай эч нерсеси өзгөргөн жок. Ачык-ачык келип жеп жүрөбүз да. Агабыз эко сүйлөтүп анан кытайчада эко сүйлөп бересиз ака. Түшүнгөндөр түшүнөт. Жарайды. Assalomu alaykum, hurmatli ko'pchilik. Sizlarni mына Алай лагманканасына kelib тамак жейлеріңізді қарсы аламыз. Мен Рамазанның шәкірті боламын. Басында Рамазан мен келіп істеп, басынан істеп атырмын. Келіп лагман жейлеріңізді қарсы аламыз. 大家好，我叫贺里别克，欢迎光临到阿赖餐厅吃个饭。 İşiniz келек, не деди? Ушул агабыз не деди? Комментарий кандай? Туура жазганга дагы приздер бар азыр видеода жүрүшүн айтабыз. Akalar, adresimiz Volgogradskiy prospekt, o metro ko'rinib turibdi. 1 minut ham yo'l bas. Metroning birinchi vaqtidan chiqasizlar, tug'anlar.
chiqqanda ele o'ngga qaraganda tuganlar. Sразу o'ngga qarab, to'g'ri kelsangiz o'zi men produktni, Xudo xolasa alaylamay reklamasini yopishtiramiz. Ichkarilarni ko'rdilaring, menyular hammasi bor, salatlarimiz, hamma ovqatlar bor, zakasnoy osh, zakasnoy pirojnoy, qozon kabob, shashlik, hamma uyg'urcha hammasi bor zakaslarda. Xudo xolasa kelaverasizlar, kutamiz. Inshaalloh Iso akam kanalida portlatganmiz. Bu safar ham portlatadi. 2 yil bo'ldi videoga tushmaganimga. 550 ming prosmotr bo'lgan ochib. Zo'rg'a gapiryapman-chi, 2 Qattiq yil. prosmotr olganlar. Mo'jilik odamlar chindab o'chitga turib qoldilar-da. Inshaalloh bunisi bu videoda ham xuddi shunaqa prosmotr qilmasak bo'lmaydi. Va 2 yilda kim o'zgargan? 2 yilga oldingi rasmlarni qo'yib qo'yamiz. Va ancha semirib ketdi. Men qaranglar, yoshman hali deydi. Soqollarim olgan. Ishda vaqt qanday? 24 soat ishda qanday bo'ladi? Chayxona. Xudo xolasa oxirgi klientgacha 12 gacha deyilgan. 12 gacha. Ertaman qanchadan? Ertaman 8-9 da ochishni boshlaymiz inshaalloh. Telefon nomerni qo'yamiz, telefon qilaverasiz, qaysi payt to'g'ri kelsa ochaveramiz. Klientlarga qaysi payt to'g'ri kelsa. Osh qancha odamga? Liboy odam kelib o'tib ketaveradi. 30 ming birele priz bormi? O'shandan tushunibdi bo'lsin aytib qo'ylik. Liboy odam kelsa, Liboy klient men yeyman deb kelsa bo'ldi. Ashoshni olib chiqamiz. Harakat qilaveradi. Harakat qilaveradi. Zarayni aytish kerakmi? Kelib ele buni desa oshingga tayyor. Zarayni aytib qo'yish kerak. 1 soat oldin zarayni aytib qo'ysa, tayyorlab turamiz. Kelib kutib qolmaydi. Telefon nomerlarini yozib qo'ysak, telefon qilib, bemalol zakaz qilib kelaverasizlar. Zakazli oshlardan baholari qancha? Anan zakazli oshlarning tomoqlarining qancha turi bor sizlarda? Zakazli oshda 2 xili bor. Lazer guruchda bor 2000 rubl, o'zgan guruchda bor, birga bir qilinadi 3000 rubl. 3000 rubl bo'ladi. Devzra guruch 3000, alanga 2000 bo'ladi deydi. 2000 bo'ladi. Men et qo'shiladi. Qo'ydi qo'yje, moldi qilib qanday? Moldiki ham, qo'ydiki ham bor. Xohlaganiga qarab qilib berilaveradi. Yaxshi. İşlerine ilgili qalaysiz tuğanlar? Polniyeli ma'lumotni aytib o'xshatdi do'stlar. Polniyeli aytildi, qolganini agar zakaznoy oshlar bo'lib qolsa da, balkim telefon qilaverasizlar. Chalib, zarayni aytib, kelib jeb kelsangizlar bo'ladi. Endi buni endi o'zini ishonganimda sinab ko'raman degan odamlar bo'lsa, chindab sunishni aytaman. Yaxshi ideya bo'lib turdi. Kelaveradi. Gruppalarga qaratib, yaxshi kommentar yozib qo'yinglar. Har doim unutmaymiz, birimdigiz o'dirmay yaxshilik kunlari jolib yuraylik. Bu metroda bilasizlar men, ayoy ko'p odam topqan. Ulardan biri aytib qo'ysam, turaq bo'yqat bilesin. Qirg'iziston sentralniy nima bo'lib qoldi o'zi valga kirasiz. O'rta Osiyoning odamlari sentralniy valga kirasiz. Pasayan yashagan yeri bo'ldi. Ochig'isi, men yerda hozir bir 3 ta hostel bor, bilasizmi? 1, 2, 3, 4 hostel bor. 4 hostel odamlar, chinda O'rta Osiyo odamlarida anan biznes qilgan bir tuğanlar zayoq ko'p. O'zgom bor, Lag'man bor, Qanot og'asining janog'asi bor, Munduz bor, kiyim magazinida çay ichgancha, kiyinib, mashinamizdan o'ngda o'tib, keyin kelsangizlar bo'ladi tuğanlar. Bu shunday bir rынок siyoqti bo'lib qoldi. O'shal ishingizlarga iyilik, har doim bilingda bo'laylik. Maksimal turda taratalik o'shal videoda aytganday ele o'zbek tuğanlardan ko'rsin, qirg'iz o'zbeklar ko'rsin, qozoq tuğanlar ko'rsin, tajik tuğanlar ko'rsin, bordi ko'rsin tuğanlar, bilsin mana aksiyani bilib kelib qatnashib ketsangizlar bo'ladi. Qancha oy bo'ladi deding paka? Mana aksiyani mana ochdi. Inshaalloh Xudo xolasa ketaveradi, bag'i bosamiz faqat aka. Keyingi videolarda aytamiz ha. Keyingi videolarda boshqachalar qilib tortamiz. Kommentariy обязательно yozinglar, chotki kommentariyalar. Ideyamiz yoqqan bo'lsa, sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, yoqdi boramiz deb yozib qo'ysalar, xursand bo'lamiz. Kanalga qatamizlar, tuğanlar. Assalomu alaykum. Ko'rishgancha. Anandagı mekendeşler kimdir birölөрдө kirdi чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.